Hammaga salom. Bu oxirgi video va videoni ko'rishingizdan oldin sizga bitta narsani eslatib o'taman. Videoni ko'rish davomida betaraf bo'lib ko'ring videoni. Chunki kimgadir bo'lgan simpatiyangiz sizni haqiqatni ko'rishdan to'sishi mumkin. Hatto menga ham simpatiya bildirmang, faqatgina berilayotgan informatsiyani, xabarlarni filtr qiling, adekvatni yechim qabul qiling. Do'stlar, xabaringiz bor, 2 oy oldin sohani, ya'ni trading sohasini noto'g'ri talqin qilayotgan insonlarni gapirib chiqqandim va bu narsa juda ham katta hype bo'ldi. Va buni ortidan bunaqa hype bo'ladi deb o'ylamagandim. Buni hozir yakunlash niyatidaman. Nima uchun o'sha vaqt yakunlamading deydigan insonlar uchun aytmoqchiman. Buni o'ziga yarasha sabablari bor va meni juda ham katta loyiham bor. Bu loyihani mana ko'rishlaringiz mumkin. Nufuzi yil sayin oshib borayotgan Abu Dhabi barqaror rivojlanish haftaligi amirlikning jadal taraqqiyot, innovatsiyalar, yashil iqtisodiyot va mintaqaviy bog'liqlikni rivojlantirish bo'yicha xalqaro muloqot, yashil energiya sohasida Birlashgan Arab Amirliklari bizning ishonchli va strategik hamkorlarimizdir. So'nggi yillarda amirliklar bilan investitsiyalar portfeli hajmi 26 milliard dollardan oshdi. Ular orasida qayta tiklanuvchi energetika loyihalari asosiy lokomotiv bo'lmoqda. Hammaga assalomu alaykum. Bugun 2 karra quvonchli kun. Kompaniyamiz O'zbekiston tarixida yangi sahifa ochildi va bugun eng oxirgi hujjatlar qo'l qo'yildi. Hamma yoshlarni va O'zbekistonni va qolaversa kompaniyamizni bu quvonchli kun bilan tabriklayman. Yoshlar kelajakni, O'zbekiston kelajagini birga quramiz. Ya'ni O'zbekistonda energetika yo'nalishida shamol elektr stansiyasini qurish va Crypto Miners kompaniya ham bor, Dubayda joylashgan mining kompaniya va shu o'rinda aytib qo'ymoqchiman, menga ko'p tuhmatlar bo'ldi bu kompaniya borasida. Bu kompaniyaga bemalol Dubayda tashrif buyurishlaringiz mumkin va so'rashlaringiz mumkin, meni kimligimni, hammasi ochiq. Va yanvar oyida bu boshlangan bo'lsa, biz 13-yanvarda Birlashgan Arab Amirliklarida prezident delegatsiyasi tashrif buyurgandi, ya'ni O'zbekiston Respublikasi prezidenti delegatsiyasi Abu Dhabiga tashrif buyurgandi va biz o'sha yerda shartnomalar imzolagandik. Shu munosabati bilan men bu tradingdagi o'sha sizlar aytayotgan kamchiliklarni, men ko'rsatayotgan kamchiliklarni salgina ko'rsatish orqaga qolib ketdi. Nima uchun bunaqa olib chiqyapsiz degan savol bo'lishi mumkin. Kimdirlar aytayapti hype uchun. Yo'q do'stlar, menga hype kerak emas, chunki shunaqa loyihalarim bor, shunaqa bizneslarim bor, menga hype kerak emas. Men asosiy menga manfaat bundan insonlarni ko'zini ochish, ya'ni sohada ekspert sifatida, ya'ni ham inson sifatida insonlarning aldanishini ko'rib chidab turib bilmaganim uchun bu narsani qilyapman. Bitta narsani tushuninglar. Hype deyapsizlar, menga hypedan nima naf? Qachonki men kurs sotmagan bo'lsam, hech qachon chiqib kurs sotib olinglar, kurs olinglar, men kurs sotaman demaganman va signal kanal boshqa narsa sotmaganman. Hammasini hattoki bepul tarzda taqdim qilyapman, shu insonlar o'rgansin degan maqsadda. Do'stlar, xabarlaringiz bor, o'sha biron kishini orqasidan gapirmaganman. Bu narsani asosiy gapirib chiqishimdan asosiy maqsadi nima bo'lgan? To'g'ri, insonlar trading sohasini juda ham rasvo qilib yuborishdi. Har xil ma'lumotlar, yolg'on ma'lumotlar bilan insonlarni aldab kurs sotish boshqa bo'lib ketdi, lekin eng o'ta cho'qqiga chiqqani bu $500 $1,5 million qildim deb chiqqan Shohrux bloger. Dollarsi mana tarixga muhrlab qo'ydik, $1,5 millionni. Ya'ni prosta $1,5 million emas, $473 balansdan $1,5 millionni. $5,000 dan kim necha ming dollar qildim deb chiqqan o'sha Shohrux bloger. Bu narsa uje o'tib tushdi. Bu narsa xalqni qo'y deb o'ylash, bu narsa xalqni hamma narsaga ishonadi, savodsiz deb o'ylash deb tushundim va bu men uchun haqorat edi. Ya'ni ekspert sifatida bu narsani ko'rib turib, xalqqa aytmasam xuddi ularning yolg'oniga sherikday o'zimni his qildim. Do'stlar, tushuninglar, hype deyapsizlar, aslida hype o'sha ular qilayotgan soxta
ssenariylashtirilgan poygalar emasmi? Ya'ni insonlarni chuv tushirib, ya'ni bilib turib yolg'on qilish. Masalan, hayb deganda yavni sizlarga keltirib beraman. Ko'rishlaringiz mumkin. Doniyor Qayumovga o'sha BMW sovg'a qildim deydi Shoh aka. U oladi. Doniyor Qayumov aytadiki, bu BMWni o'zim ishlaganman deydi. Lekin logichniy masalaga nima bo'lganini tushuntirib beraman. Shuncha mehnat qilasan, uxlamaysan. Shuncha mehnat qilasan, uxlamaysan, harakat qilasan, ideya qilasan, shuncha nima deydi? Продвижение qilasan, shuncha harakat qilasan, o'zing ustingda o'rtog'ing uchun ishlaysan, shuncha harakat qilasan, ideya qilasan, davay O'zbekistonni yoramiz, zo'r proyektlar qilamiz deysan, shuncha narsa qilasan, o'shani mukofotiga BMW olasan, lekin odamlar sani it egasini qopadi. It qutursa egasiga o'sha tashlanadi degan gaplarni ko'rasan. Qarochi o'zing mehnat qilib ishlagan olgan mashinangni o'zing mazza qilib hayda olmaysan. Mana shu narsa eng odamga abidli narsa bo'ladi. Bunaqa narsa qilsang, bunaqa narsa bo'ladi. Keyin o'rtoq mana qilaylik deb oldida turdim men. O'zimni pulim bo'lsa ham, o'sha sen menga mana shu BMWni menga mana shu BMWni yoqdi dedim. O'rtog'im menga mana shu BMWni olib keldi. O'shaning uchun menga BMW kerak emas. Menga to'siqchi o'ng narsa kerak emas. Doniyor Qayumov mana shu narsalarni prodyuserlik qilgan, ya'ni Shohruh blogerga u prodyuserlik qilgan, shu narsalarni yo'l yo'rig'ini tushuntirgan va shu narsalarni qilib bergan, ya'ni $500 dan 1,5 million qilishni, shu orqali insonlarni jalb qilib kurs sotishni, ya'ni katta summaga kurs sotishni va katta summaga kurs sotilgandan keyin prodyuser o'zini ulushini oladi. Shu ulushini ham hattoki ular dolyasini o'sha PR qilish maqsadida BMW sovg'a qildim degan. Nasam deylik, o'sha Doniyor Qayumov prodyuserlik qilib ishlab topgan puliga u BMWni olgan. Sizlar bu yerda Shohruh sovg'a qildi sanga, boshqa, chunki men Ramazon oyida turibman. Shohruh o'zim bilan gapirganida ham aka u shu zo'r ideyalar qiladi, Doniyor zo'r prodyuserlik qiladi, shu narsalarni o'ylab topadi. Shu bilan ishlaymiz degan. Bu narsalarni gapirib chiqqandan keyin juda ham katta ajiotaj bo'ldi va u bloger men bilan video vizov, ya'ni video qo'ng'iroq orqali bog'lanishni taklif qildi. Gaplashdik. U yerda u razgonga qarshiman dedi. Razgonga bo'ldi, noto'g'ri, bu narsa qarshi chiqaman dedi. Bizga asosiy shu kerak edi. Bo'ldi dedim, tushundim. Ya'ni Alloh ham bandasini kechirganda, men kim bo'libman? Men ham insonman, kechirishim kerak dedim. Va bu narsadan qaytgan bo'lsang bo'ldi dedim va u o'ziga o'sha video qo'ng'iroqda masalan qancha gaplashgan bo'lsak, o'ziga kerakli joyini kesib olib kanaliga qo'ydi, mayli deb indamadim. U yerda o'sha $500 ni 1,5 million qildim degan joyda keltirib berishini so'raganimda bahonalar qildi. Ya bahonasi boshlanishidan oldin men sizga omonat gap aytaman deyapti va bu narsani juda ham ko'p kishi noto'g'ri tushunyapti. Qarang, agar siz birta o qo'shningizni o'g'ri tushsa uyiga va o'sha o'g'rini kimligini bilib qolsangiz va o'sha o'g'riga aytsangiz, sen o'g'irlagansan desangiz va u o'g'ri sizga aytsa, "Aka, men sizga omonat gap aytaman, da men o'g'irladim" desa, endi siz u gapni aytishingiz mumkin emasmi? 1,5 million real deyishni xohlayapsanmi? Shuni tushunyapmanmi? Qarang, mana o'zimiz gaplashyapmiz, a? Men sizga mana omonat gap aytaman. Omonat gap. Termination bilasizlar nima bo'lgan? Termination bo'lgan menda. Termination bo'lgan. Naturasiga termination bo'lgan. Bo'lmasa men bemalol qotib gapirardim. Account termination bo'lgan. It means it is not real. U yerda men hech qachon seni gapingni omonat qilib oldim, lavz qildim demaganman. U omonat deb aytayapti. Любой gapni oldiga omonat qo'ysangiz, tamom, hech kim endi aytishi kerak emas. Bu logichniy, bu неправильный. U o'zi uchun aytayapti. Lekin men xalqni aldayotganini ko'rib bilib turibman. O'sha uchun bu narsani даже обсуждать qilish noto'g'ri deb bilaman. Omonat o'zi uchun. Men qabul qildim, lavz qildim, hech kimga aytmayman deganim joyim yo'q. Keyin nima uchun bunday bo'ldi? Bitta narsa, nima uchun men до конца boryapman? Meni xarakterim shunaqa. Men bitta narsani boshladim, oxirigacha aytadigan insonman yoki o'zimga o'zim bo'lgan hurmatim sinadi. Men boshqalarday o'zimning manfaatimni ko'zlab bormayman, haqiqatni ushlayman. Shu paytgacha ushlaganman, menga pand bermagan. Bundan keyin ham haq yo'lni ushlayman. Chunki Alloh men bilan bo'ladi. O'sha gaplardan keyin menga tuhmat qilib boshqa blogerlar chiqdi.
Tak, ladies and gentlemen, sizlar bilan Gonzo prokuror. Mana shu odamlarning mashinachiligini isbotlab bera olaman. Qo'limda dalillar ham bor. Va boshqa blogerlar men haqimda gapirganni Shohrux shuncha gap yopilgandan keyin bo'ldi aka degandan keyin o'zini istoriyasiga qo'yyapti o'shalarning gapini. Men aytdim, "Vrodi meni oldimga keldi Dubayga, tushuntirdi, video olaylik dedi aka" dedi. Men "Yo'q" dedim. "Video olmayman men" dedim. "Bo'ldi, ishingni qilaver" dedim. Lekin ularni olib shuncha aka deb meni ularni videosini o'zini istoriyasiga qo'yapti. Keyin qarasam ular bilan podarkalar almashyapti, keyin qarasam ular bilan do'st ekan, boshqa ekan. Yana bittasi chiqyapti, Buxonkaga Bitcoin sotib olaman deb bitta kal chiqyapti. U ham mana ko'rishlaringiz mumkin, Shohruxni tug'ilgan kunida birga o'ynab yuribdi. Ya'ni bular do'st, bular orqadan ish qilyapti menga nisbatan. Mayli dedim. Men orqadan ish qilmayman. Menga kimdir nomardlik qilsa, men ham qo'shilib nomardlik qilmayman. Men mard kelaman. Bu narsani ortidan men aytdim, Shohrux 24 soat vaqt senga. 24 soat vaqt qachon kelsan kelding, kelmasang любой xil gapiramiz. Keyin menga bunay edi deb o'tirma. Men senga rezoldi, чистый musulmonskiy erkaklar aytaman. Последний gapim ukajon. Kelsang Buxoro kelding, kelmasang kelma, tamom. Ukajon deb men g'alati, ukajon. Millet 8 soatlik. Zaadno ziyorat qilib ketasan. Nimani ziyorat qilaman? Men sirasi qaytaman, ishim tiqilyapti o'zi, aka. Yo, Buxoro kelding-ku ziyorat bo'ladi o'zi. Hozirda 3 soatda sabr qilib turing, Xitoydan kelsinda bilib olib keladi. Yo, aka men akani ovora qilaman. O'zi u yoshi bola emas-ku, katta bola-ku. O'zi uchun o'zi javob berib biladi-ku. Men hayotimga lekin otam men uchun bormaydi, lekin men bilmayman lekin. Rostdan men o'zim ishlat qilaman problemimda. To'g'ri. Chiqib ketyapti-da. Bo'ldi, kevur o'zimiz hal qilamiz. Amakinga aytdim. Masalan, kechroq bo'lsa ham aka, naq qilasizmi, uxlab qolmaysizmi? Men uxlamayman. Bo'ldi, aka. O'zbekistonga keldim. 24 soat vaqt kelsang kelding, bu majburlash emas, bu ogohlantirish. Chunki ogohlantirmasdan turib faktlarni chiqarish bu erkak kishining ishi emas. 24 soat vaqt Buxoro kelsang kelding, kelmasang ham o'zing bilasan. O'zingning ixtiyoringdan majburlash yo'q. Faqatgina men shuni media orqali chiqaraman, bir og'iz ogohlantirib qo'ydim dedim. Fakt nima edi? $500 $1,5 million qildim, $5,000 necha ming dollar qildim deb chiqqandan keyin bu narsa juda katta yolg'on va juda xalqni omi deb o'ylash, shu narsani hazm qiladi deb o'ylash edi. Bu narsani men shuncha katta proyektlar bilan ishlayman, естественно, dunyoning eng yirik yuridik kompaniyalar bilan ishlayman. Top 5 talikka kiradigan yuridik kompaniyaga buni haqiqiyligini tekshirishni aytdim. Va ular tekshirib chiqishdi va broker bu narsa ularning hisoblariga umuman to'g'ri kelmasligini, bu narsa yolg'onligini aytishdi. Va bu yerda Shohrux termination bo'lgan, boshqa bo'lgan deyapti. Dakansa bordik. Brokerning o'zi aytayapti, bizlarni nufuzimizni tushirish uchun yoki o'zingizni aldanib qolmasligingiz uchun yolg'on xabar tarqatadigan blogerlarga, qo'shtirnoq ichidagi treyderlarga ishonib qolmanglar deyapti. Bu narsa bizani ma'lumotlarga umuman to'g'ri kelmaydi deb bizga yakuniy qaror beryapti va buni yolg'onligini bilardim va Shohruxga buni aytgandim. O'sha uchun, buni bilgani uchun u 24 soatda Buxoroga keldi. Aksincha bo'lganda u nima uchun 24 soatda Buxoroga kelardi? Masalan, bir kishi sizga aytsa 24 soatga kelmasang shunaqa ma'lumotlarni chiqaraman desa, siz bu ma'lumotlar noto'g'ri bo'lsa, nima uchun borasiz? Logichni o'ylasangiz, borib o'tirmaysiz. Shuncha ishingiz bo'lsa. Xo'p do'stlar, o'sha meni nomimga tuhmat qilib chiqqan blogerlar javobini oldi, ko'rdi. Menda kompaniyalar bor, yana bir bor aytayapman, kompaniyalarimni ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol Dubayga borib tashrif buyurishlaringiz mumkin, tanishishlaringiz mumkin, kirib so'rashlaringiz mumkin. Va bu blogerlar o'z og'zi bilan aytgan bu narsalarni keltirib berganimizdan keyin. Gonzo prokuratura sizlar bilan Abdurahmon, biz erkakchi u keldi, bizga keltirib berdik. Bizning faktimiz bo'yicha hozir Aziz chaqirganmiz. Aziz hech qanaqa firibgarlik bu masala emas. Ты можешь говорить на русском тоже. На русском могу.
Азиз пришел, ничего не смог предъявить, в принципе, 3000 ты у него отработал красиво, это его деньги. Если хочешь, может обращаться в суд, но Гонза прокуратура оправдывает, здесь никакой вины Абдурахмана нету. Второе, насчет 700 миллионов долларов, насчет его твой бизнес-проект. Абдурахман нам сказал, что он строит в Бухаре ветряные мельницы, и этот проект с 2025 года по 30 должен быть закреплен, и дай Бог, у нас будет электричество без перепадов благодаря этому человеку. Мы желаем ему все удачи, будем следить за его успехом. Он также против разгона и Форекса. Вот. Насчет его компании CryptoMiners. Она вся находится в Дубае, он может предоставить все документы, которых у меня, к сожалению, нет, потому что Дубай это закрытая платформа. Он является оптовиком, он может сделать вам хостинг и также поставить вам криптооборудование. Вот. Чем он занимается, в принципе. Он это там объявил, сказал, я никогда не говорил, что он мошенник, я просто говорил, что на это есть намеки. То, что если его кто-то кинул конкретно, можете прийти вот здесь, сядьте, как мужики поговорите, без рукоприкладства, куча Ольян учун, здесь конкретно я прошли. И почему у него на фирме 100 миллионов всего уставного капитала, он объясняет этим, то, что он в Дубае работает, у него там фирма, у него есть там инвесторы и так далее, зачем ему в Узбекистане эта фирма вообще нужна? Вот. Abdurahmon, biz kelishdik, hech qanaqa xafa bo'lish yo'q. Yangi bloger, men уже eskiman, bilaman shu nitishkalar, provokatsiya qilish qanaqa и так далее. Но я его никак не хотел оскорбить, что мы братья, как бы ничего личного, да, просто бизнес, просто Инстаграм, просто контент. Надеюсь, ничего нет такого. Да, я тебе все доказал, да? Все доказал. Va bizni o'sha 700 million dollarlik loyihamiz haqida gapiradigan bo'lsak, 700 million dollarlik loyiha, bu loyiha qiymati 700 million dollar pulim bor demaganman. U qurilishga 2030-yilgacha 700 million dollar investitsiya jalb qilinadi. Ya'ni o'sha proyektni qurishga 700 million dollar ketadi deganmiz. Va bu proyektni marhamat ko'rishlaringiz mumkin davlat saytlarida, davlat nashrlarida shu narsa haqida gapirib o'tilgan va imzolaganmiz, vazirlar bilan uchrashuvlar bo'lgan. Bu narsani ofitsial hamma joyda ko'rishlaringiz mumkin. Bu narsalar yolg'on emas. Haqiqatni masalan o'zlaringiz mana haqiqatni olib chiqyapmiz, ko'rishlaringiz mumkin. Shohrux Buxoroga kelganidan keyin o'tirdik, gaplashdik, tushuntirdim. Bu juda ham uzun mavzu bo'ldi. U ko'rishlaringiz mumkin, bu narsalarni tushuntirib bergandan keyin men uni bir o'zi kelmadi. Men o'ylagandim bir o'zi keladi, chunki men biron joyga borsam bir o'zim borganman, faqat bir o'zim muammomni hal qilganman. Shunday o'rgatishgan menga. U akalari bilan keldi. Men tushundim, что u bilan gaplashish kerak emas, akalariga tushuntirish kerak. Akalari bilan gaplashdim. Akasi juda yaxshi tushunadigan inson ekan. Unga tushuntirib bergandan keyin akasi juda yaxshi tushundilar. Aytdilar, "Da, bu noto'g'ri ekan, boshqa o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin." Men nabarot bular qarama-qarshi tushunishi mumkin. Может, xudo nabarot sabab qilib yuborishdan kerak. Men bularga yolg'on qilma. Agar odamlarni aldab sotibdi-ku, bu harom bo'lmasa nima? Harom yema deyotgan odam, sizga harom yema deyotgan odam sizga dushmanmi? Men endi harom yema deydigan meni do'st, harom yeyapsan degan dushman. Yema deyapman. Agar yeyapsan deganimda, men ko'rsatdim chiqadi. O'zim shuni ularni menga tashlagandi, hammasini. Yuristim. Hammasi boradi. Bo'lmasa men chiqib gapirmasdim o'zi. O'sha bo'ldi. Kiropmanda. Mazkur akam bizga tegishli emas va undagi daromad haqidagi ma'lumotlar bizning rasmiy xatlarimizga mos kelmaydi. Nima bo'ldi? Extend support qilyapti. O'shani akkaunt. Chunki yurishi shu hammasi bu yerda period qilib yuboradi. Mazkur akam bizga tegishli emas va undagi daromadlar haqidagi ma'lumotlar bizning rasmiy xatlarimizga kelmaydi. Shuning uchun bu kabi reklamalarga ehtiyotli yondashingiz kerak. Biz firibgarlikni to'g'riga qarshi qat'iy choralar ko'rmoqdamiz. O'zingizni himoya qilish uchun biz haqimizda internetda tarqalayotgan har qanday asosiy reklamalarga ishonmaslikni tavsiya etamiz. Biz akamdir bu yerda aytyaptiki, o'zim ish boshlasham bo'ladi-da, ustidan buni. Ish boshlasham bo'ladi ekan. Siz menga bitta ayting, yolg'on ustiga qurgan yo'qman. Isbotlab bering, o'zi ham bilib o'tiribdi aka. Siz ichingizdan bilib o'tiribsiz-da. Biz erkakmiz. To'g'ri, men lekin Alloh halim hozir mana keltirib bermaguncha
Doğrusu nimani tushunganim yo'q. Man unga hech qachon adovatda bo'lmaganman. Man tushuntirganman. Yaxshi yo'lda bo'lish kerak. Harom yeyapsan demayapman. Harom yema, shu harom yo'ldan yurma deb aytyapman. Bu balkim Alloh tomonidan sababdirman deb tushuntirganman. Bu narsani akalari tasdiqladilar. Akalari aytdilarki, bo'ldi Abdurahmon, tushundik dedilar, bo'ldi. Kerak emas, endi yoshlik qilgan. Men aytdim, imomni oldiga olib borishim mumkin dedim. Men 100% bilan aka, 99% bilan aka, shuni o'zi bitta imomni oldiga aytamiz-ku. O'zi ukangizni yomon gapirishadi. Chunki Buxoroning imomlari aka Bunday narsa eshitmagan. yomon gapirishadi. Menga aytdiki, chiq deydi, ayt deydi xalqqa deydi. Men bilaman nima deyishini. Keyin shundan keyin Shohrux kirdi. Shohrux bilan gaplashildi. Shohrug'ga ham shu narsalar aytildi. Yo'q, ketamiz. Yo'q, ketamiz. Hop, shazam, dur. Qildim shu ishni. Uzr desa aka, u hech kim qulab tushib o'qimaydi. Sizga tushuntirdim-ku. Haromni yema degan boshqa, harom yeyapsan deyish boshqa deydi. Men tushunib oldingiz. Nima qiladiganimni aytib tushuntirdim. Men shuncha narsani tema qilishdi, gapirishdi. Men ochig'ini aytaman-da, shu. Mumkin Xudo meni Shohrug'ga sababchi qilib yuboribdi. Shu harom yema deb aytibdi endi. Mumkin Xudo biladi. Lekin men uka akani ko'rsatdim. Bu kishi ko'rsatdim hammasini. Hammasi bor. Men chiqarib ikki nomini qora qilib tashladim. Meni qilsalaringiz, qilinglar deyman. Chunki men ana shu oq bo'lsa, oq deb aytadigan odamman. Tamom. Menda bo'lmasa, tepaga xudoman baniki deb chiqmayman hech qachon bir narsani. Keyin Shohrux aytdiki, men uzr so'rayman dedi. Uzr so'radi. Ertaga qiyomatdagi mablag' qilgan mablag' bo'ladi, bunaqa bo'lsa ertaga qiyin deb javob berdi. O'sha qilgan narsamga o'xshab o'shanda bo'lgan narsa uzr so'rayman. Ko'p kishi aytdiki, uzr so'raganini qo'y, uzr so'raganini qo'y. Uzr bu hech qanaqa zapadlo joyi yo'q. Uzr so'ralgan, u meni oldimda so'radichi, iskrinni bo'lsa, xalqning oldida so'radichi. Men aytdim, shu videoni xalqning oldida ol. Yo'q, men xalqning oldida bunaqa uzr so'rab bilmayman dedi. O'zidan uzr so'rayman dedi, eshitdingizlar. Shundan so'ng mayli dedik. Akalar aytdilarki, bo'ldi. Endi sen ham tushun. Boshqacha ikkalaringiz video olinglar. Videoni o'zining sahifasiga joylaydi. Dedilar, endi men Ramazon oyining 1-kuni edi. Yo'q deb bilmadim. Mayli aka dedim. Video olamiz, o'sha videoni joylasin dedim. Minorni oldiga aytdim, minorai kalonni oldiga. O'sha yerda video oldik. Vaholanki men xohlagan videoni o'zi qo'yish kerak edi. Videoni olib bo'lganimizdan keyin u Toshkentga qaytib ketdi. Ozgina u yerda gaplarimiz bo'ldi. Toshkentga ketishdan oldin, bu hozir mavzuga taalluqli emas. Toshkentga borgandan keyin men videoni tayyorlab o'ziga yubordim va qo'yishini aytdim. Keyin u bahonalar boshladi. Qo'yib bilmayman, unay boshqa video tayyorlaylik, Toshkentga keling, boshqa video olaylik. Yo'q uka. Men senga shans berdim bir marta. Bo'ldi, endi noto'g'ri qilma. Senga mayli dedim. Endi shu videoni qo'y. Yo'q, qo'ymaymiz. Endi men 10 marta gapimdan qaytmayman-ku. Birta gapni ushladim, bir xil gapni boshidan aytdim, to oxirigacha aytayotgan edim. Akalari biladilar. Juda ham ko'p gapirganmiz. O'sha yerda bir xil gapni ushlaganman hamma vaqt. Bo'ldi, qo'ymaysanmi deganimda katta harflar bilan yo'q, qo'ymaymiz deb aytdi. Men oxirgi marta so'ragandim. Keyin akasiga aytdim. Aka, hurmatingiz bor, yaxshi gapirdingiz, yaxshi inson ekaningiz, tushunadigan inson ekaningiz. Men tushunadigan insonlarni hurmat qilaman. Aka, nima qilay? Keyin meni oldimdan o'tmadinglar demanglar deb tushuntirdim. Ko'rishlaringiz mumkin. Birinchi video bormi? Birinchi video. Menga tayyorlagan shuni Abdurahmon. Birinchi video olgansizlarki, birinchisi, ikkinchisi emas, birinchisi. O'shani qo'yadi aytaman men. O'shani qo'ydiramiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Akasi aytdilarki, Abdurahmon birinchi videoni tashlay uka. Men aytaman, qo'yadi dedilar. O'shandan keyin ham naqd 10 kun kutdim. Hech qanaqa javob bo'lmadi. Shohrux videoni qo'ymadi. Keyin gapirib chiqqanimdan keyin menga telefon qildi. Telefon qilgandan keyin so'kinishni boshladi. Men so'kinmadim, eshitib o'tirdim, mayli dedim. Uka dedim. Endi shu gaplaringga javob bera olasanmi dedim. Men boraman,
bir o'zim boraman, sen bilan gapiraman dedim. Da mani pulim bor, da mani aqlim bor, chunki u bilan masjidda Toshkentda ko'rishganimizda men trading haqida gapirib berganman. Ali aka ko'p narsani o'rganishim kerak ekan deb aytgan o'zi. Zdaniya bo'yicha gaplashamizmi yoki boshqami dedim, qo'y uka dedim. Lekin u menga so'kinib ketdi, men so'kinishlarini javobsiz qoldirmayman baribir. Bu noto'g'ri narsa. Tushuntirdim, shu narsani nima uchun videoni qo'ymading desam, nima uchun siz menga telefon qilmadingiz? Xuddi men bilan o'ynayapti-da, men yosh bolaman, men unga har zamon telefon qilib videoni qo'y demayman. Bir marta aytaman, qilsa qildi, qilmasa o'zi biladi. Hech qancha majburlash bo'lmagan. Shuning uchun do'stlar, men oxirida nima demoqchiman? Bu mavzuni to'xtatamiz. Men insonlar aldanmasin deganman. Vijdonni oldinga qo'yish kerak. Hozir tradingdan pul qilib, o'rgataman deb pul qilib yurganlar, aldayotganlar, to'xtanglar. Bunaqa yolg'on piarlar menga emas, ularga xos bo'lyapti. Yolg'on poygalar, insonlarni tortib olish, $500 million qilish, razgonlar. Sizlarga tushuntirib berdim. Bu qanday ishlaydi? 2 oyda dars berishni o'rganadi. Boradi bir 100 ta odamni to'dalaydi, shunaqa piar qilib 100 ta odamni 2 oy o'qitadi-yu, aytadiki, "Davay shotlaringizga $1000 solib kelinglar" deydi va ularni razgon qildiradi. Va bozorda faqat ikkita yo'l bor. Yo tepa ketadi bozor, yo past ketadi. Ularga "Davay savdo qilinglar" deb motivatsiya beradi. Broker bilan kelishadi, ya'ni broker bilan qanaqa kelishuv bo'ladi? Broker aytadiki, "Mani brokerlik kompaniyamga shu mijozlarni olib kelsang, studentlaringni olib kelsang, ular yo'qotgan puldan men senga 70%, 50%dan to 70% gacha pul beraman yoki 80% gacha pul beraman" deydi. Vaholanki 100 ta bola savdo qilishni boshladi, bir 80 tasi bu kak xumor bo'ladi bu yerda. 80 tasi polibom pulni yo'qotsa, 20 tasi polibom ishlaydi, chunki o'zi ikkita yo'l bor, 50% ehtimollar nazariyasi bilan olib qarasak 50%. Yo tepa ketish, yo past ketish. 20 tasi agar pullik bo'lsa, o'xshasa savdosi, ularni sraz reklama qildirishadi. Ana bugungi natijamiz, o'quvchimiz buncha ishladi, buncha ishladi, buncha ishladi. 80 ta bolaga aytadiki, qaranglar, yo'qotgan 80 kishi yo'qotadi-ku pulini, ulardan brokerdan o'zini shotiga pulni oladi. Ulardan ham foyda, bulardan ham foyda. Marketing qilib, reklama qilib 20 kishini ko'rsatadi, 80 kishi pul yo'qotgandan o'zini shotiga pulni oladi. Va ko'rsatadiki odamlarga, o'sha 80 ta pul yo'qotgan insonga aytadiki, "Ana 20 kishida o'xshadi-ku, hali ustlaringizda ishlashlaringiz kerak. Yana holi bor sizlarga, yana o'zi bu tradingda slif, bu pulni yo'qotish, bu bir qismi tradingni" deb ishontirishadi. Vaholanki tradingda qancha ko'p slif qilsangiz, shuncha ruhiy zarba olasiz va shuncha trader bo'lishingiz qiyin bo'ladi. Bu xuddi jangda qancha ko'p yarador bo'laversangiz, o'lish ehtimoli shuncha ko'p. Psixologik ustuvchilikni sindirib boradi. O'sha uchun bunaqa slif bo'lishingiz kerak degan narsa yolg'on, xom xayollarga ishonmanglar. Oxirgisi aytaman do'stlar, men o'zim ko'rgan hodisani aytaman. Bitta inson onalari Naginskiy degan joyda farroshlik qilib Rossiyada pul ishlab, bitta o'g'illari o'sha yerda bitta o'g'illari aytganki, "Men tradingni o'rganmoqchiman" degan. Ona bolamni ko'ngli sinmasin deb o'shanga $2000 mi, $3000 pul bergan tradingni o'rganishiga. U bola hech narsani tushunmaydi. Bir test qilib, bir shu narsa trading unga to'g'ri keladimi, yo'qmi bilmasdan pul uchun olib, o'qitib, slif qilib, qarzga kirdirib yuborgan. U ona aytayapti menga, "Bolam shu $3000 ga men o'g'limga biror narsa olardim yoki to'yini qilardim, bo'lardi-ku" deyapti. Yana bitta hodisa qishloqda bo'lgan. Insonlar bir 4 ta 5 ta mol boqqan ota o'g'li aytganki, "Tradingni o'rganaman", u ham aytganki, "Shu o'g'limni ko'ngli sinmasin, keyin bir kun menga ota siz menga возможность bermaganingiz, imkoniyat bermaganingiz deb aytmasin" deb otasi o'g'liga pulni bergan, o'g'li pulni yo'qotgan. Ya'ni siz yo'qotgan insonlarni ko'rmaysiz, chunki ular bularni ko'rsatishmaydi. Faqat siz bir marta pul topgan insonlarni ko'rasiz. Yillik savdo istoriyang, ya'ni savdo tarixing qani desangiz hech qaysida yo'q. Bir marta, 2 marta qimorda o'xshab qoladi, keyin o'sha pullarni yo'qotishadi. Minglab insonlar ichidan bitta ikkitasida o'xshaydi, mashina oladi. U kazinoda ham xuddi shunday, kazinoda ham o'xshaydi. Stabilniy trade, sistematichniy trade bu boshqa narsa do'stlar. O'shani biza Saudiya Arabistoni, boshqa arab fondlari bilan gaplashib O'zbekistonga shu narsani joriy qilmoqchi biza. O'zbekistonni o'sha fond
bozoriga, Bahrayn fond bozoriga, hubga qo'shmoqchi biza. Qozog'iston qo'shnimiz, o'sha qo'shilgan, biza ham qo'shmoqchi biza va 100 million dollar investitsiya tortib, O'zbekistonda treyderlarni o'zini ustida JP Morgandan sistemasini olib kelib, treyderlarni treyder qilib shakllantirmoqchi biza. Bu kelajakda bizani o'zimizni fond bozorimizni yaxshi rivojlanishiga sabab bo'ladi. Xalq ishonadi, xalq kompaniyalar yarashiga, startaplar yarashiga, aksiyalar chiqishiga sabab bo'ladi va o'zimizni indekslarimiz shakllanadi, xuddi Amerika S&P 500 da shunaqa narsalarni shakllantirmoqchi biza va bu narsani shakllanishiga yo'l qo'ymayapti, chunki insonlar tradingni qimor, tradingni yomon narsa deb o'ylab qolishyapti. Lekin vaholanki moliya bozorini shakllantirishimiz kerak, yoki biz dunyodan orqada qolib ketamiz. Moliya bozorini qanday shakllantiramiz? Yaxshi kadrlar bilan shakllantiramiz. Yaxshi kadrlarni yetkazib chiqishimiz kerak. Faqatgina kazinoshniklarni, qimorbozlarni shakllantirmasligimiz kerak. Hozir sizlar 2 million dollar, 3 million dollar pul ishlaysizlar, kurs sotib, lekin xalqni kelajagini barbod qilasizlar do'stlar. Men sizlarga yomon gapirmoqchi emasman, tanqid qilib chiqyapman, o'zlaringiz bilan отдельно gaplashganman. Bu narsani o'zlaringiz tutmaganingizdan keyin omma oldida gapiryapman. Men yaxshi bo'laylik deyapman. Da hozir sizlarga yomon ko'rinishi mumkin, lekin agar to'g'ri ma'noda qabul qilsangizlar, birga rivojlanishiga sabab bo'laylik O'zbekistonni. O'zingizni qorningizni, o'zingizni kisangizni o'ylab, o'zimizni yurtni rasvo qilib qo'ymanglar, yer bilan bitta qilib qo'ymanglar deyapman. Chunki yiqilganingizda, kasal bo'lganingizda yoki bir nongazor bo'lganingizda, bir xudo qilmasin urush bo'lganda o'zingizga yordam beradi. O'sha vaqt ko'ziga qanday qaraysiz insonlarni aldagan bo'lsangiz, haqiqat bir kun ochiladi, xuddi hozirgidek haqiqat baribir ochiladi. Umar roziyallohu anhu aytganlaridek, bitta o'g'rilik qiladi va uni qo'li kesilishga buyurilganda, "Ey Umar, men birinchi marta o'g'rilik qilyapman, meni nima uchun qo'limni kesyapsan?" degan vaqt Umar roziyallohu anhu jahllari chiqadi. "Ey, bunaqa xudoga tuhmat qilma. Agar birinchi marta qilayotgan bo'lsang, Alloh seni sharmanda qilmasdi, aybingni sirazi chiqarib ko'rsatmasdi" deydi. Shunga olib kelgankisan, aybing oshkor bo'ldi deydi. O'sha uchun do'stlar, meni emas, Alloh ayblaringizni o'chyapti. Men bir sababchisi. Hammalaringizni yaxshilik tilab qolaman. Prosta bu insonga, biron shaxsga qaratilmaganda, uni amallariga, yomon amallarini ko'rib, yaxshi bo'lishga da'vat qilmoqchi bo'ldim xolos. Hammalaringizga xayrli kun. Bu tema yopildi.